Xo'p, bugungi mavzumiz bo'lgan elektr maydon potensiali. Biz o'tgan darsda ko'rgandik, Kamron. Elektr maydon kuchlanganini ko'rganmidik. Elektr maydon kuchlanganligi nima edi o'zi? Elektr maydon kuchlanganligi. Albatta. Hozir aytib ham o'tdik. Elektr maydonga kiritilgan birlik musbat zaryadga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuchli miqdor bilan xarakterlansa, bu maydon kuchlanganligi. Endi biz sizlar bilan bugun o'rganadiganimiz elektr maydon potensiali bo'lyapti. Endi bunda shu ta'rif bir xil ketadi, faqatgina bitta joy o'zgaradi. Elektr maydonga kiritilgan birlik musbat zaryadga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi energiyani miqdori bilan xarakterlansa, bu bizda bo'ladigan maydon potensiali. O'sha zaryadga ta'sir qiluvchi maydonni kuchi bilan xarakterlansa, bu bizda bo'ladigan maydon kuchlanganligi. Farqi shu xolos. Maydon tomonidan ta'sir qiluvchi energiyani miqdori bilan maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuchli miqdor bilan xarakterlansa, bular kuchlanganlik va mos holatda potensial bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bizda musbat zaryadimiz nima qilyapti? O'zidan maydon hosil qilyapti. Bu maydondan biror R masofaga biz birorta sinov zaryad kiritdik. Mana shu Q sinov zaryadimizga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi potensial energiyani miqdori bilan xarakterlanishga kerak. Biz aytar ekan, bizda maydon potensiali bo'lar ekan. Nima ketdik? Mana shu ikkala zaryad zarra uchun maydon potensialini yozadigan bo'lsam, W potensial energiyasi. W potensial teng K Q sinov taqsim R o'zi bo'ldimi? Bilamizki, bu energiya nima yo'q? Modullar yo'q, masofa esa kvadrati ham yo'q. Endi biz mana bu W potensialni o'rniga mana shu nomga qo'yadigan bo'lsam, mana suratga qo'yib oldim. K Q sinov taqsim R taqsim Q sinov. Chunki shu Q sinovga ta'sir qiladigan energiya aytdi. Q sinovga qisqarib ketsa biz bo'lar ekan, F teng K Q taqsim R ning o'zi. Qda modul ham yo'q, masofada kvadrat ham yo'q. Ya'ni kuchlanganligi bilan shu joy bilan farqlar xolos. Bu bizda bo'lar ekan nuqtai zaryad atrofida hosil bo'ladigan elektr maydon potensiali. Elektr maydon potensiali odamlar zaryad nuqtai zaryad uchun nimadandik? Sferik sirtlardan iborat bo'ladi. Qatlam bo'lib ketaveradi. Uning atrofida sferik sirtlar, to'plar bor-ku, to'p. Xuddi shunday qatlam bo'lib ketaveradi. Endi biz ko'ryapmiz, biror bir Q nuqtai zaryaddan R1 va R2 masofada hosil bo'lgan F1 va F2 potensiallar orasidagi munosabat qanday bo'ladi? F1 teng bo'lyapti K Q taqsim R1, F2 teng bo'lyapti K Q taqsim R2. Q1 Q2 nima? Sabab bu maydonni hosil qiladi faqat mana shu Q zaryadli zarra. Shuning uchun K Qlar qisqarib ketdi nisbat olganda F1 taqsim F2 teng, bu tepaga pastga tushganda R2 taqsim R bo'lib qoldi. Bu bizda bo'lar ekan turli yuntalardagi maydon potensiallar nisbati masofalar nisbatiga teskari proporsional, kvadrat kvadrati yo'q. Tushunganingizda farqi shu. Bo'sh narsani yozib qo'yibmiz. Munosabat bo'lib qoldi. F va R orasidagi. Endi qaranglar odamlar. Xo'p, mana bu bizda nuqtai zaryad. Nuqtai zaryad atrofidagi maydon potensiali aytdikki, sferik sirtlardan iborat bo'ladi. Sferik sirt ustida yana qatlam bo'lib ketaveradi. Endi musbat zaryaddan deyapmiz. Biz musbat zaryad uchun ko'ryapmiz ekan. Biror R masofadagi bitta ekvipotensial sirt yana bitta ketyapti. Men R masofadagisini, R1 masofadagisini F1, F2, F3, F4 mos holatda nima qilib oldim? Belgilab oldim. Endi musbat zaryaddan maydon kuchlanganliklari nima bo'lardi? Kuch chiziqlar, ya'ni chiquvchi bo'lardi. Y bu tarafga qarab chiqib ketyapti. Endi qarasam, mana bu yerga F teng K Q taqsim R ifodalagan bo'lsam, musbat zaryad Q o'zgarmas, K ning qiymati o'zgarmas. Bu degani F bilan R qanaqa bog'lanmaydi birga? Teskari proporsional. Masofaning qiymati oshib borgan sari F ning qiymati kamayib boradi. Demak, bu yo'nalishda R1, R2, R3, R4 masofa oshib borgan sari potensialning qiymati ham kamayib boradi. Demak, nima bo'lyapti? Bu tarafga ketgan sari, masalan, bo'y uzoqlashgan tomonidan nima bo'lyapti? Maydon potensial kamayib bo'lyapti. Biz buni xulosa qilib aytamiz ekanki, musbat zaryad uchun elektr maydon kuchlanganligi yo'nalishida elektr maydon potensialining qiymati nima bo'lar ekan? Kamayib boradi. Bularda chunki masofa teskari proporsional bo'ladi. Endi xuddi shuni biz manfiy zaryad uchun ko'rdik. Manfiy uchun minusdan zaryadimiz va R1, R2, R3, R4 masofalardagi potensial sirtlar bor. Biz bu yerdagilar mos holatda F1, F2, F3, F4 deb belgilab oldik. Bizda F teng bo'layotgan K Q taqsim R ning o'zi. Q o'zgarmas, K ham o'zgarmas. Ya'ni F yana R ga teskari proporsionalmi? Endi F qancha katta bo'lsa, ifodaning qiymati shuncha kichik bo'lar edi. Lekin manfiy ishora bilan olgan bo'lsa nima bo'ladi? Eng katta qo'yganda bu F eng kichik bo'ldimi? Eng kichik manfiy son katta bo'ladimi? Eng katta manfiy son katta bo'ladi. Eng kichik manfiy. Misol uchun aytyapti, -1 kattami, -10 kattami deyapti. -1 katta. Xuddi shunday. Mana bu kichik chiqqan qiymatini biz eng katta sifatida olamiz. Ya'ni B ga qaysi qiymat qo'ysam eng kichik bo'ladi mana uning qiymatidan eng katta.
eng kattasi men biza R4 bo'lyapti. R4 masfa eng uzoqdagisi, demak R4dagi potensial eng katta bo'lyapti. Bu ya'ni F4 katta, F3, F2, F1. Bu ya'ni endi manfi uchun maydon kuchlanganligi kiruvchi bo'lamiz kuch chiziqlari. Shu kuch chiziqlar yo'nalishda katta, kichik bo'lib ketyapti. Bu ya'ni maydon kuchlangan yo'nalishda nima bo'lar ekan? Potensial yana kamayib boradi. Ya'ni bu bilan bir xil, faqat endi bu manfi uchun kiruvchi bo'lgani uchun manfi zaryad uchun elektr maydon kuchlanganligi yo'nalishida elektr maydon potensiali kamayib boradi. Endi mana bu yerda ham aytib o'tdim, ekvipotensial sirtlardir. Bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tganda potensialning qiymati o'zgarmaydigan sirtlar biz aytiladigan ekvipotensial sirtlar deb ataladi. Misol uchun mana bu musbat zaryad oldim. Undan mana shu R masofadagi bitta potensial bu nuqtadagi F1, bu nuqtadagi F2, buni esa F3 deb oldim. Hammasi bir xil masofada bo'lgani uchun odamlar bu aytiladi F1 teng F2 va ham teng F3 ga. Ya'ni bu ekvipotensial sirt. Chunki mana shu sirtning любой joyda potensialning qiymati o'zgarmaydi. Keyingi sirtda ham ixtiyoriy nuqtasini oladigan bo'lsam potensiallar bir xil. Endi men keyingi nuqta uchun oldim. F4, F5, F6 oldim. Hammasi yana nuqtai zaryadidan bir xil masofada. Bular ham bir-biriga teng bo'lib turib, bu ham bitta ekvipotensial sirt bo'laverar ekan. Ana endi zaryadlangan plastinkalar uchun maydon potensialini ko'ramiz. Biz buni kuchlanganlikda ham ko'rgandek, yakkalangan va parallellar uchun ko'rgan. Ichida va tashqari nuqtalarda maydon kuchlanganliklari natija qilmani ko'rgan. Endi xuddi shuni biz nima qilyapmiz? Potensialni ifodalayapmiz. Musbat zaryadlangan bitta plastinka, manfiy zaryadlangan bitta plastinka. Va biz bilyapmizki, musbatdan chiquvchi va manfiy kiruvchi kimlar yo'nalgan? Maydon kuchlanganligi yo'nalgan. Endi men musbat zaryaddan bir xil masofalardagi uzoqliklarni belgilab oldimda, bu potensialni men F1, F2, F3 deb oldim. Bir masofada. Mana shu sirtning любой joyida ixtiyoriy nuqtasida potensialning qiymati konstant. Bu ya'ni F1, F2, F3 lar munosabati qanday bo'lasak, musbat zaryadga musbat nimaga plastinkaga yaqini eng katta potensial hosil qilaversam, F1 katta, F2 katta, F3 katta. Shunga mos holda kichayib boradi. Endi xo'p, turli nuqtalardagi potensiallar farqi biz aytiladigan odamlar, buni keyingi mavzularda ko'proq gaplashamiz. Ohm qonunida kuchlanish berar ekan. Ya'ni F1 va F2 ni ayirmasi, potensiallarning ayirmasi biz beradigan kuchlanishdi. Yoki bo'lmasa men ikkita parallel plastinkalar uchun ular orasida masofani va kuchlanganlikni beradigan bo'lsa, mana shu qism uchun kuchlanish qanday bo'larsa, U teng Y ko'paytirilgan D. U bizga kim bo'lar ekan? Potensiallar farqi yoki bo'lmasa kuchlanish bo'laveradi. Bu yerda turli nuqtalardagi potensiallar farqiga kuchlanish deyiladi. Kuchlanish biza U harfini belgilar, buni birligi 1V, ya'ni voltlarda o'lchanadi. Tushunarli? Bunga keyingi o'sha mavzumiz ishda ham juda ko'p to'xtalamiz. Nimaga? Kuchlanishga. Va nihoyat mana keldik. Elektromaydon potensiali bizda qanaqa kattalik bo'lar ekan? Skalyar kattalik bo'ladi. Endi biz sizlar bilan zaryadlangan shar yoki sfera uchun maydon potensialini ko'rib chiqamiz va elektromaydon kuchlanganligiga maydon potensialini bog'liqligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, navbatchi hurmatlilar, davom etadigan bo'lsak, bizda zaryadlangan shar yoki sfera uchun maydon potensialini ko'rib chiqamiz. Zaryadlangan shar yoki sfera oldik. Uni ixtiyoriy bir nuqtada, ichidagi, sirtidagi nuqtalarda va undan biror bir tashqaridagi biror x masofadagi maydon potensialini topmoqchiman. Endi maydon potensialini yozgandik, u nariga doskamizni o'chirib yubordik. Elektr maydon potensiali skalyar kattalik. Buning yana hech qanaqa vektor yo'q. Biror nuqtadagi natijaviy maydon potensialini topilsa, biz ularni vektor yig'indisini qo'shib qo'ysak bu. Vektor yig'indisi emas. Hammasini prosta shunchaki skalyar yig'indisini qo'ysak bu. Endi ichidagi ixtiyoriy nuqta, mana misol uchun mana undan tanlab oldim. Shu nuqtadagi maydon potensialini natija qilib topilsa, atrofdagi barcha zaryadli zarralarni mana shu nuqtada hosil bo'lgan maydon potensialini yig'indisini olganimda bu yerda kelib chiqar ekan ichidagisi va u sirtdagi yig'indilarga ham teng bo'lib, bizda ichi va sirtda teng bo'layotganda kaput taqsim bilan topsam bo'laveradi. Chunki sirtdagi ham xuddi shunday yig'indisi bir xil qiymatda bo'laveradi. Va bizda ichi va sirti bir xil bo'lganda kaput taqsim bilan o'zi olsam bo'laveradi. Endi sirtdan biror masofaga chiqadigan bo'lsak, x masofaga chetlashadigan bo'lsak, bu nuqtadagi potensial nima bo'lsa, bu nuqtadagi potensial mana shu sirtdagi zaryadli zarralar mana shu nuqtada hosil bo'layotgan potensiallarning yig'indisini ifodalaganimda, fi tashqarisidan kaput taqsim r plus x ning nimasi bo'ldi? O'z bo'ladi. Hech qanday bunday kvadrat yo'q, bo'lmasa quvda, zaryadda modullar yo'q. Kuchlanganlikda farqi shu. Endi zaryadlangan shar yoki sfera uchun elektromaydon potensiali bo'lyapti. Ya'ni elektromaydon potensialini sir zichiga bog'lanish. Biz demak fi bilan sigmani bog'ligini ko'rib chiqamiz. Demak biz xo'p ko'ryapmizki, fi teng kaput taqsim r edi. Zaryadlangan shar yoki sferaning sirtdagi maydon potensiali. Men kani yo'ydim 1 taqsim 4 pi epsilon 0 deb oldimda, q bilan r turibdi mana. Sigma q taqsim s. Endi shar yoki sfera uchun s ni biz yo'yamiz 4 pi r kvadrat. Nisbat olganimda fi taqsim sigma teng 4 pi lar ketdi, qlar hisobiga r ni bittasi bilan kvadratdan bitta ketdi.
Fi taqsim sigma teng r taqsim epsilon 0 bo'lib qoldi. Bu yerda biz fi topadigan bo'lsak, bu baqa bitta o'tadi. Shunda fi teng sigma r taqsim epsilon 0. Bu bizda bo'ldi sirtdagi maydon potensialini sirt ichiga bog'liq ifodasi bo'ldi. Endi men bir dona tashqaridagi nuqtalar uchun ham bog'liqni ko'rib ketgan bo'lsam, fi tashqarisi bilan fi nimani sigmani ifodalab nisbatini olib ketdim. Bir to'la kani yoyib ketdim va quv turibdi. Mahraj. Bunda qisqartirib soddalashtirgan vazirimda fi tashqarisidan r kvadrat taqsim r plus x sigma taqsim epsilon 0 ni ifodaga qoldi. Bu endi tashqarisidagi nuqtadagi maydon potensialni sirt ichiga bog'liq ifodasi bo'ldi. Endi bizda bundan oldingi mavzularda ko'rgandik, zaryadlangan shar yoki sfera birga tekizilganda ularda zaryad oqimi yuzaga keladi. Va bu zaryad oqimi qachongacha oqib o'tsak, ulardagi potensiallar tenglashguncha oqib o'tadi. Misol uchun biz aytyapti, birinchidan ikkinchiga oqib o'tish nima bo'lishi kerak desa, fi 1 birinchisining potensiali ikkinchisi katta bo'lishi kerak. Birinchisi potensiali fi teng k qu taqsim r1, fi teng k qu 2 taqsim r2 bo'ldi. K aqsar ketganda qubur taqsim r1 katta, qu 2 taqsim r2 dan bo'lgan vaziyatda birinchi shardan ikkinchisiga nima bo'lar ekan zaryad oqib o'tadi. Qachongacha desak, potensiallar tenglashguncha oqib o'tadi. Agar fi 2 katta fi 1 bo'ladigan bo'lsa, qu 2 taqsim r2 katta, qubur taqsim r1 bu shart berilgan vaziyatda 2 dan 1 ga nima bo'ladi? Zaryad oqib o'tadi. Buni ham qachonga desa, yana potensiallar tenglashguncha. Agar fi 1 teng fi 2 bo'lsa, ya'ni potensiallar teng bo'lsa nima bo'ladi? Buni bilan yo'voradigan bo'lsam, qubur taqsim r1 teng qu 2 taqsim r2 ning ifodaga kelib qolar ekan. Bunda nima bo'lar ekan zaryad desa, bunda zaryad oqib o'tmaydi, chunki potensiallar o'zi teng, oqib o'tish shart emas. Ana endi bizda o'lchamlari turlicha bo'lgan va turlicha zaryadlangan ikkita zaryadlangan sharlar bor. Biz ularni ingichka sim yordamida birga tutashtirgan bo'lsak, ularda ham zaryad oqimi yuzaga keladi. Potensiali kattadan potensiali kichikkacha nima bo'ladi? Zaryad oqib o'tadi va qachongacha desak, potensiallar tenglashguncha oqib o'tadi. Ana endi men mana ularni tekizdim. Dastlabki zaryadni qubur, potensialni fi 1 oldim, qu 2 va fi 2 potensialga va zaryadga ega edi. Ular birga tekizilgandan so'ng ikkovida bir xil potensial yuzaga kelib qoldi. Shuning uchun men fi 1 shtiq, fi 2 shtiq nimani fi umumiy qo'ydim. Ularni keyingi potensiallar bo'ldi. Va zaryadlar lekin boshqacha bo'ladi. Qubur shtiq, qu 2 shtiq deb qo'ydim. Ketdik. Birinchi holatda, ya'ni tekizilmagan vaziyatdagi potensiallar fi 1 teng k qubur taqsim r1, fi 2 teng k qu 2 taqsim r2 bo'ldi. Endi tekizilgandan keyin ular zaryad taqsimoti yuzaga keldi va ularning potensiali teng bo'lib qoldi. Birinchisi ifodalasam fi umumiy teng k qubur shtiq taqsim r1, fi umumiy teng k qu 2 shtiq taqsim r2. Endi biz elektrda bosh ko'rgandik, zaryadning saqlanish qonuni bor. Ya'ni dastlabki holatda zaryadlar yig'indisi qanday bo'lsa, keyingi holatdagi, ya'ni parchalanib yoki masalan bo'linib ketgan zaryadlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsa, men o'sha zaryad kelib chiqish kerak. Chunki zaryad yo'qolib ketmasligi kerak. Xuddi shunday, dastlabki holatdagi umumiy zaryad qanday bo'lsa, keyingi holatdagi umumiy zaryad ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Dastlabkisi qubur bilan qu 2 edi, ikkovining yig'indisi. Keyin esa bo'linganlar qubur shtiq plus qu 2 shtiq bo'ldimi? Endi men mana bu birinchi potensialdan quburni topib oldim mana. Ikkinchi potensialdan esa qu 2 ni topib oldim mana. Fi umumiydagi qubur shtiqni topib oldim bundan, qu 2 shtiq topib oldim mana. Endi uni qo'yib qo'ydim. Qubur qu 2 ni o'rniga bu bilan buni olib keldim. Qubur shtiq qu 2 shtiqni o'rniga buni olib kelib qo'ydimda va shuni ifodalab qo'ydim. Endi bu yerda fi umumiy taqsim k lar bir xilligi uchun buni chiqarib oldim. Shunda k lar qisqarib ketdi. Bu yerdan fi umumiy topaman r1 plus r2 bu tarafga bo'lish bo'lib tushdi mana. Shuni yuzaga kelganda, agar zaryadlangan, turlicha o'lchamli zaryadlangan sharlar birga tekizilsa, ulardagi potensial, ya'ni umumiy natijaviy oxiridagi bir xil bo'lib qolgan potensial qanday bo'lsa, fi umumiy teng fi 1 r1 plus fi 2 r2 taqsim r1 plus r2 xulosa nima bo'lar ekan, kelib qolar ekan. Demak, biz buni yozyapmiz. Turli zaryadga ega bo'lgan shar yoki sferalar bir-biri bilan tutashtirilganda, ularda zaryad oqimi yuzaga keladi. Bunda zaryadi kattadan kichigiga potensiallari tenglashgunga qadar zaryad oqib o'tadi. Natijada yuzaga kelgan umumiy potensial quyidagi ifoda bilan nima qilar ekan? Topilar ekan. Xo'p, ana endi biz endi bitta qubur musbat zaryad va qu 2 musbat zaryadni biror x masofadan tasvirlashtirganini ko'raylik. Va bizga berilyapti mana shu nuqtada birinchisidan r1, ikkinchisidan r2 masofadagi a nuqtada natijaviy maydon potensiali qanday bo'ladi deyapti. Aytdik, potensial skalar kattalik, u ishoraga yo'nalishga bog'liq emas. Bunda yo'nalish yo'q. Nima qilyapsiz? Mana shu nuqtadagi natijaviy topib qo'ysam bo'ladi. Ya'ni mana bu qubur zaryadimizda shu nuqtada hosilgan potensiali bilan qu 2 ni shu nuqtada hosilgan potensialni bir-biriga qo'shib qo'ysam bo'ldi. Fi umumiy teng a nuqta uchun fi 1 plus fi 2. Fi 1 degani k qubur taqsim r1 plus k qu 2 taqsim r2. Bu mana shu a nuqtadagi natijaviy, ya'ni umumiy maydon potensialining qiymati bo'ldi. Ana endi ishoralar o'zgarsa nima bo'ladi? Qubur musbat zaryad va qu 2 manfiy zaryadni biror x masofadan tasvirlayotganini ko'ryapmiz va ularni r1 va r2 masofalaridagi nuqta, ya'ni a nuqtadagi umumiy potensial qanday bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Skalar yig'indisi fi umumiy teng fi 1 plus fi 2 olinaveradi.
Lekin bu yerda quvlarda modulligi yo'qligi uchun qubur musbatligi uchun fibrimizni k qubur taqsim r1 olaveraman. Ikkinchisini yoyayotganda k q2 minus q2 olganimda minus 6 ga chiqib ketdi. Taqsim r ko'p bo'ldi. Men bundan nima ekan? Potensiallarni ayirib qo'ysam bo'ldi. Ishorasi manfiy bo'lsa ayrilib ketadi, musbat bo'lsa просто nima qo'yamiz ekan, qo'shib qo'ysak ham bo'lar ekan. Bu ham bizda nima bo'ldi? Umumiy potensial bo'ldi. Bu bizda bo'ldi elektromagnit potensiali va uni bog'liqligini ham ko'rib qo'yamiz. Phi bilan nimani? Y ni kuchlangan birga nisbatlab olsak, phi va y bog'ligi ham kelib chiqadi. Keyingi mavzularimizda mana shu maydon potensiallarini nimaga ishga bog'lab turib ko'ramiz. Keyingi darsda